Assalomu alaykum. Bugun katakana alifbosining ra qatoridagi harflarni o'rganamiz. Ragyo. Ra qatorida 5 ta harf bor. Qaysi harflar? Ra, ri, ru, re, ro harflari. Ra, ri, ru, re, ro. Bu harflar bilan alohida tanishib chiqamiz. Birinchi harf ra harfi. Ra harfini qanday yozamiz? Birinchi, chapdan o'ngga, keyin bitta harakat bilan chapdan o'ngga va tepadan pastga. Yozish qoidasi. Birgalikda mashq qilamiz. Ra harfi ikkita harakat bilan yoziladi. Keyingi harf ri harfi. Qanday yozamiz? Birinchi chap qismini tepadan pastga, keyin o'ng qismini tepadan pastga. Yozish qoidasi. Birgalikda mashq qilamiz. Ri harfi ham ikkita harakat bilan yoziladi. Keyingi harf ru harfi. Qanday yozamiz? Birinchi mana bu qismini tepadan pastga, keyin bitta harakat bilan tepadan pastga olib kelib, yana o'ng tomonga qaratib chiqarib yuboramiz. Yozish qoidasi. Birgalikda mashq qilamiz. Ru harfi ham ikkita harakat bilan yoziladi. Keyingi harf re harfi. Qanday yozamiz? Bitta harakat bilan tepadan pastga olib tushib, yana tepaga ko'tarib yuboramiz. Yozish qoidasi. Birgalikda mashq qilamiz. Re harfi bitta harakat bilan yoziladi. Ra qatoridagi oxirgi harf ro harfi. Qanday yozamiz? Birinchi mana bu qismini tepadan pastga, keyin bitta harakat bilan chapdan o'ngga va tepadan pastga. Oxirida yana chapdan o'ngga. Yozish qoidasi. Birgalikda mashq qilamiz. Ro harfi 3 ta harakat bilan yoziladi. Ra qatoridagi harflar bilan tanishib chiqdik. Qaysi harflar? Ra, ri, ru, re, ro. Mashq qilamiz. Ra, ri, ru, re, ro. Ra, ri, ru, re, ro. Endi shu harflar ishtirok etgan so'zlar bilan mashq qilamiz. Bu so'z qanday o'qiladi? Garasi. Garasi. Shisha. Arumi. Arumi. Aluminiy. Euro. 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 Rizm. Rizm. Ritm. Mira. Mira. Ko'zgu. Metro. 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 Kamera.
kamera, fotoapparat, milk, süt, katsura, parik, drama, serial, meru, mail, midoru, o'rtacha, kamakiri, beshik tervatar, memory, xotira, cocktail, cocktail, frame, ramka, sacro, kulub, to'garak, karisma, missile, raketa, meter, panorama, album, album, plasma, mystery, sirli hodisa, satellite, sun'iy yo'ldosh, programma, delicato, nozik, nafis, kalendar, home run, Europa, premium, katolik, katolik dini, assurito, sportsman, gasoline, benzin, romantic, reminder, eslatma. Shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.